Amerika NBC xabar kanali Xitoy tarbiyalash markazlari nomida Uyg'urlarni qamab qo'ygan va tanqidlarga uchrayotgan yig'ilish lagerlarini ziyorat qildi. Sentabrning 5-ida yig'ilish lagerlaridan ikkini ziyorat qilish ruxsatiga erishgan MBS muxbiri bir Xitoy yetakchi hamrohligida o'ziga o'rinlashtirilgan ziyoratdan va ko'rsatilganlardan rozi bo'lmaganligini bildirdi. Muxbirga kasbiy tarbiyalash sinfi deb ko'rsatgan bir sinfda muxbir hamma kishining xuddi repetitsiya qilayotgandek harakat qilayotganligini bayqagan va o'zini lagerga kirib qolgandek his qilgan. U bir lagerni ziyorat qilganda hukumat kadrlari bu markazlarda uningga oq xalatlar bilan boqmachilik qilishni o'rgatayotgan bir sinf o'quvchilarini va bola beqishni, yo'gak-yo'gashni o'rgatayotgan bir sinf ayolni ko'rsatgan. Muxbirning bayon qilishicha, garchi bu yerdagi ayollarning buvoq bolalari bor bo'lsa-mu, lekin qolgan vaqtni ko'ranmaydi. Xitoy doiralari bu muxbirning rayonda qanchalik lager borligini, lagerlarda qanchalik kishining tutib turilayotganligi haqida so'ralgan savollarga javob bermagan. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlarining birida 1 yildan ortiq tutib turilgan Gulbahor Jilolova Yevropa xabarlariga lagerdagi kechirmishlarini bayon qildi. 55 yoshli Gulbahor xonim 2017 yil 21 mayda savdo ishi bilan Sharqiy Turkistonga borganda tutqun qilinadi va keyincha bir lagerga qamaladi. 1 yildan ortiq lagerga qamalgan Gulbahor xonim lagerga kirgan kuni meni qiynadi va 24 soatgacha yeydigan narsa bermadi. 2 haftada bir bizga bir dori beradi. Badanimiz tortishadi. Og'riqlarni sezmaydi. Kamerasiz joylarda tan jazosi beradi. O'z tilimizni so'zlayolmaydik. So'zlasak jazolanardik. Hech qanday aloqalash vositasi yo'q edi dedi. Uning aytishicha, bu lagerda tajovuzchilikka uchrash normal ish bo'lib, ba'zida hatto kechada elib ketilgan ayollar ikkinchi qaytib kelmaydi. Uning 15 oydan keyin bu lagerdan chiqishiga advokat bo'lgan qizi kuch chiqargan. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan Gulbahor Jilolova lagerdan chiqibla soqchilarning nazoratida davlatiga qaytgan. O'tir dengizning Lampedusa orli atrofida urilib ketgan bir kemadagi 13 nafar qonunsiz ko'chman hayotidan ayrildi. Italiya sahil bexatarligi tarmoqlarining e'lon qilishicha, Italiyaning g'arbiy janubidagi Lampedusa orlig'iga 10 kilometr keladigan joyda cho'kib ketgan kemadagi 13 kishi o'lgan bo'lib, hozirgacha 22 kishi qutqizilgan. Hong Kongda yana bir hafta parakandichilik bilan boshlandi. Xitoyga qarshi namoyishchilarning faoliyatlari kunduzi tinch shaklda davomlashdi. 1 yilga yaqin qamoq jazosi berilganligi e'lon qilingan bo'lsa-mu, namoyishchilar yanada maskalarini tashlamadi. Bolalarmi qatnashgan yurish faoliyati borgan-sari jiddiylashdi. Ularga to'saq qurgan namoyishchilarni taqitish uchun soqchilar yosh oqquzish bombasi ishlatdi. Amerika prezidenti Donald Trump Turkiya va Suriya haqida orqa-orqadan bayonot e'lon qildi. Ommaviy taratquv hisobida e'lon qilgan tunji bayonotda qutratqulik qilgan Trump Turkiyaning Suriyaga elib boradigan harakatidan burun xato bir ish qilib qolsa, Turkiya iqtisodini buningdan burunqiga o'xshash yo'q qilganligini aytdi va Suriyada hech kimning tarafini tutmayman. Erdo'g'an bilan yaxshi bir munosabatimiz bor. Erdo'g'anga Daeshlar sizning mas'uliyatingiz dedim. Agar Turkiya xato bir ish qilib qolsa, uning iqtisodini vayron qilamiz dedi.